Assalomu alaykum hammaga. Biza navbatdagi ko'mir otopli ishimizni bitirib topshirdik. Bu ishimiz Hazorasp tumani Bo'ston mahallasi Ro'zim Avlayorov ko'chasi 2-uydamiz. Birimizdan Xudo xolasa ishimizni bitirib topshirdik. Hamma narsani o'zimiz bilan keldik. Uyimizda o'xshab 110 bo'lka batareya ketdi. 40 metr 32, podložavatellik 25 lik turbomiz 33 metr. 27 turbomiz esa 27 metr ketdi. 5 metr mo'ri, kon, bari narsalar, kranlik, nasos. Uyimizda o'xshab 8 yara batareya qo'yildi. 14 ta bo'ldi. Sen hozir channi ko'rsataman. Bundan birinchi batareyamiz. Birimiz sifonli. Og'amiz bersa so'g'roq bo'ladi dedi. Shuning uchun 20 latib birini qo'yib berganmiz. Batareyalarimiz shu yerdan model duralium batareyalarimiz 580. Divanlar chiqliqlari shu yerdan model har birine kranlik 90 gradus bo'lib o'zini rezoni qo'yib berganmiz. Bu birinchi batareyamiz. Bunda esa ikkinchi batareyamiz. Og'amiz o'zini batareyalari bor ekan. Bu batareyamiz teng qo'yib ishlatib o'tirgan ekan. 12 dan 2 ga qo'ygan ekan. Biz shuni bir-biridan qurab yaratib berganmiz. Bu yana ikkinchi batareyamiz. Birimiz ham sifonli. 16 latib birini tashlab berganmiz bu yerga. Do'shlarimizni do'shishi. Qo'ldan kelgancha akkuratni etib do'shib berganmiz. Bunday esa. Bu ikkinchi batareyamiz. Bunda uchinchi batareyamiz. Birimiz ham sifonli. Oxir tortishimiz ham og'amiz sal so'g'roq bo'ladi dedi. 20 latib birini tashlab berganmiz. Bu uchinchi batareyamiz. Bunda esa 4-chi batareyamiz. Birimiz og'amiz toza kuxni son ekan. Kuxnimiz ham katta 6 ga 5 ekan. 20 latib birini tashlab berganmiz. Bu 4-chi batareyamiz. Bunda esa 5-chi batareyamiz. Birimiz bani 8 latib birini qo'yib berganmiz. Bu batareyamiz ham o'zida bor edi. Biz yaratib berdik o'zini. Bu 5-chi batareyamiz. Keyin og'amiz o'zi to'g'ri olib qo'ydi ekan. Biz shunday deb o'zini odatlayimizda ulab berdik. Xudo xolasa bundan qiziq turibdi. Bunda esa 6-chi batareyamiz. Birimiz dama 15 latib bir yere qo'yib berdik. Bunda esa
7. batareyamizini elimizden 15 etip birini koyup verdik. Danamız katta ekan. Şuna 3 yere koyup berganmiz. Bunda ise 8. batareyamiz. Birimizni 20 etip birini tashlab berganmiz. Siz katmanını göstereyim sizlere. Katyonumuzda 4 kitap ket tarafından koyduk. Katyonumuzda ana şeyine. Atışlarımızda 70 gradus tuttu. Nasıl uzanan? Her daim bu değil. Halasa samatı halasa. Nasıl uzun yapıp şişet biledi bunu. Uyumuzda opşi kol hakkı materiallar hemen esası bilen 29.625 milyon pul çıktı. Kime şunday hizmetler gerek olsa pastdagi nomerga aloqa chiqaverasizlar. Bu videoni ko'mir atofini o'tirish istagida yurgan odamlarga berib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.